Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Tuesday, November 5th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 117. And the topic of today's lesson is Tommy's breakfast. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, dining room. Dining room. Number 2, when. When. Number 3, while. While. Number 4, coin. Coin. Number 5, mouth. Mouth. Number 6, swallow. Swallow. Number 7, later. Later. Number 8, toilet. Toilet. Hoş arkadaşlar, yukarıda 117. dersininki yeni sözlerinin okuluş ahvalını gördük. Endi ma'nolar bilan tanışıp chiqsak qarang. Number 1, dining room. Dining room degan tamoq yeyish uyi. Uylardagi mehmonxona uyimizdan oshxona, yotoq qo'y deb qo'yamiz-ku. Arvetimiz demakchi. Mehmonxona nima deydik? Yodingizda bor, living room deydik. Oshxona uyini deydik, kitchen deydik. Yotoq uyini bedroom deymiz. O'rni xonani deydi, suxonni bathroom deydi. Mana tamoq yeyish uyini hamda dining room deymiz, okay? Dining room tamoq yeyish uyi. Number 2, when. When degan while bilan birga tushunsa, anamki yaxshiroq tushunadigan bo'lgan bir so'z. Undan sonra mushu banada sizlarni qanday yangi bir mazmunga boshlab kiraymiz. Arkadaşlar, qarshi olamiz. İngliz tili saviyangizningki yana bir baldaq yuqori ko'tarilganiga demakchi muborak bo'lsin. Bugun ikki yangi zaman bilan tanishib chiqamiz. Ikki yangi zaman deganimiz qanday? Birisi o'tgan davomlashayotgan zaman, yana birisi o'tgan bitgan zaman. Ma'lum, hozirgi davomlashayotgan zaman bilan hozirgi bitgan zamanni aran tasib tushungandim. Hamda nima deydigansiz? O'tgan davomlashayotgan zaman, o'tgan bitgan zaman deb. Hargiz ters emas. Agar hozirgi davomlashayotgan zaman bilan hozirgi bitgan zamanni tushungan bo'lsangiz, ash ikkisini qanday mos holda yana kayniga bir zaman surib bersangiz qanday hozirgi davomlashayotgan zaman, o'tgan davomlashayotgan zamonga o'zgaraydi demakchi. Bir zaman kayniga sursangizlar. Hozirgi bitgan zamanni-ku kayniga sursangiz, o'tgan bitgan zaman bo'ladi. Albatta ma'lum bir narsaga nisbatan bitgan bo'ladi yoki davomlashayotgan bo'ladi, ya'ni ma'lum bir ish harakatga nisbatan. Endi men tafsiliy tushundirsam qarang. Bu gaplar nereden boshlandi desangiz, men shu when bilan while degan shu hozir doskada ko'rayotgan har ikkili misolninki 5ida kelayotgan when bilan while ni tushundirman degan yerdan boshlandi bu gap. Okay? Hargiz ansirman, qo'rqmang, tushunish pek oson. Men deb bersamlar bilib olasiz qarang. Birinchi jumla qarang. When ning ma'nosi manda bo'layotgan chaqda degan gap. Xo'sh, manda bo'layotgan chaqda degan gaplar mushu ko'rayotgan, ko'zingiz ko'rayotgan birinchi jumlani tushunish tez emas qarang. I was entering the building. Was deganni bilasiz. BPL'ninki o'tgan zaman shakli. Entering ni bilasiz. PL'ning kayniga, ya'ni enter degan, kirish degan PL'ning kayniga ing qo'shilgan shakli, ya'ni entering, kirayotgan degan gap bu. Ya'ni PL'ning davomlashayotgan zaman shakli kayniga ing qo'shilish orqali yasaladi, buni bilasiz. Agar men sizga I am entering the building degan bo'lsam, nima deb tushunardingiz bu gapni? Ma'lum, men binoga kiryapman da'vatidu deb tushunasiz. I am entering the building desam. Agar I am degan amni shunday o'tgan zamonga bir zaman kayniga survatsam, I was entering the building bo'ldi-ku, men nimaga binoga kiryapman edim degan gap bo'ladi. O'tgan davomlashayotgan zaman bo'ldi-ku. Undan so'ng when ni men hozir degandek unda bo'layotgan chaqda degan ma'nosi bo'lsa, asta tushunsangiz Madumdan nimda tushunsak bo'lgan, when I was entering the building ni men binoga kiryapgan chaqda deb tushunsangiz bo'ladi. Okay? Men yerda bir chammada ikki vaqtda so'qdik. Birisi
bir paxtak nima when ne tushundik. Bunda chaqda yoki bunda bo'layotgan chaqda degandiki, chaqda degan ma'nosi bor ekan. I was entering the building deganda o'tgan davomlashayotgan zaman dedik. Yine was BPL ning o'tgan zaman shakli. Uning ustiga uning kayniga agishib kelayotgan enter degan fe'lning kayniga ing qo'shilgan holatda kelgan demakchi. Was entering degan kirayotgan, ya'ni o'tgan zamonda bo'layotgan degan ma'no chiqib turdi. Shundan bilib oldingiz. Men binoga kirayotgan chog'da degan ma'no bildirdi ekan. Ma qismi jumlaning tashkichi bo'lgan qismi. Gap tugmadi deha. Gapning oxiri baqirang. I saw a man at the gate. Saw degan nima? See ning o'tgan zaman shakli, ya'ni ko'rishning o'tgan zaman shakli. Ko'rish va emas. Uni ko'rdim, buni ko'rdim, uni ko'raldim, buni ko'raman degandek ma'ni bildirgan see degan so'zni biladingizmi? See ning o'tgan zaman shakli bu. Okay, nimda qolamiz buni? I saw a man. Men bir erni ko'rgandim dedi. At the gate. Bu yerga gate degan eshik degan ma'nosi, albatta darvoza degan ma'nosi bor. Binoga biz eshik deb olamiz bu, chiqib binoga darvoza demaymiz bu. Okay, lekin inglizchada gate ni shu eshik deb ishlatamiz mishaga demoqchi. I saw a man at the gate degan nima bo'ldi? O'zing gapni qisqasi. Men eshikda bir erni ko'rdim degan gap bu. Bas oldikayni bog'lasak, uzun murakkab jumlalarni qarang. Men binoga kirayotgan chog'da bir er kishini ko'rdim degan gapkan bu. Bundan bu ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla deydi. Okay, oldingi yerimini o'tgan davomlashayotgan zaman dedingiz, ma'lum. Okay, bu gapingiz mayli. Bo'pti, ishinayli. Kaynidagi nima deysimda olsa desangiz, kaynidagi qismi ya'ni I saw a man at the gate degan o'tgan oddiy zaman. Okay? Ya'ni o'tgan davomlashayotgan zaman degan gap albatta hamda o'ylasangiz o'tgan oddiy zamonga nisbatan davomlashayotgan bo'ladi-ku. Okay? Demakchi, ma'lum bir narsani asos qilib turib desak, andan keyin yana bir narsani tushungili bo'ladi-ku. Shu nuqtadan esingiz, men binoga kirayotgan chog'da eshikda bir erni ko'rdim yoki bir er kishini ko'rdim degan bu jumla qanday o'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamonninki birikmasi deb tushunsangiz bo'ladi. Okay, o'tgan davomlashayotgan zamonga bo'lgan tushunchangiz aniq bo'ldi deyman. When I was entering the building, I saw a man at the gate. Saw degan seni o'tgan zaman shakli, ya'ni sawni o'z ichiga olgan jumla o'tgan oddiy zamondagi jumla bo'ladi. Was entering degan shu BPL ninki o'tgan zaman shakli was, PL ninki enter ninki ayniga ing qo'shilib kelgan holatda demakchi o'tgan davomlashayotgan zaman degan buningdan aniq bo'lmaydi, shundaqmi? Okay. Xo'sh, mishakchi bo'lsin tushuntirishimiz, agar buningdan yana jiq so'zlasak balkim qaymoqtirib o'tishi mumkin sizni. Tushandi deb o'ylayman, chunki ayni chog'da men bu mishada shu nuqtaga kelganda men shunday so'zlab berganda men tushungan. Shu chog'da beshingizni shu tapda beshingizni linqishlayapsiz-ku, men bilaman. Chunki men beshimni linqishlar shu chog'da. Okay? Mushuni o'rgangan chog'da. Xo'sh, shunda olsa, bu gap tugidi. Endi tigidagi ikkinchi jumla qaraydi. Nima ish tigidagi ikkinchi jumla qaraymiz desangiz, amaliyotda bu shu yuqorgi gaplarning hammasi na'dan boshlangan? When bilan while degan ikki so'zni selishtirib tushuntirib qo'yma degan yerdan boshlangan to'g'ri. Unda shu gapning shu yeridan ulusak gapning oxirini qarang. Ikkinchi jumlaningki undaq selishtirsangiz birinchi jumladan zamon jihati hech qanday farqining yo'qligini bilasiz, qarang. I was, okay, o'xshavyapti. Entering the parallel having deb ishlatyapmiz. The building ning o'rniga breakfast deb kelyapti. I saw degan o'rniga my friend called deb kelyapti. Okay, zaman jihatdan o'xshashgan, o'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamonninki birikmasiga ikkinchi jumla. Ma'lum, okay, siz nima demoqchi desangiz, zaman shaklini qayta ta'kidlamoqchi emasman, balki while ni ta'kidlamoqchiman. Okay, esingizda bor, mushu gaplarning hammasi when bilan while ni selishtirishdan kelib chiqqan. Qo'shimda ma'lum tezroqdan when bilan while ning farqi nima desangiz, oldi bilan o'xshashligini deydi, ya. Har ikkalasining ma'nosi munda bo'layotgan chog'da yoki munda chog'da degan gap bu. Okay? Har ikkalasining asosan o'xshash ishlatgan bo'ladi. Endi birdan bir farqi nima desangiz, when deganninki bunda qarasangiz, men o'zingizdan so'ray bu savolni.
when işletilgan cümlede when I was entering the building deydi. Men binaga kirayotgan chaqda. Anamkin ikkinchi jumla qarasangiz while I was having breakfast. Men nashtalik qilayotgan chaqda degan gap. Dedim-ku when bilan while ning tarjimasi o'xshash deb. Men sizdan so'raydigan qismi nima desangiz bu gapniki. Oldidagi jumladagi when ishlatilgan jumladagi men binoga kirayotgan chaqda degan gap bilan keyindagi jumladagi while ishlatilgan jumladagi men nashtalik qilayotgan chaqda yoki nashtalik yeyotgan chaqda degan chaqda ikkisini silishtirsangiz qaysininki oladigan vaqti uzunroq bo'ladi. Albatta nashtalik yeyotgan chaqda deganninki vaqti uzunroq bo'ladi deyman. Binoga kirayotgan chaqda degan gap qanda unchalik uzun vaqt ketmaydi bu binoga kirish. Binoga kirish degan vaqtidan bo'ldigan ish. Demakchi, garchi when I was entering the building deb bunday o'tgan davomlashayotgan zamonda kelgan bo'lsa-mu bu jumla. When degan so'zning ishlatilishidan chiqib turdi. Qisqalar bo'lib o'tgan ish bu. Garchi davomlashayotgan bo'lsa-mu, o'tgan davomlashayotgan bo'lsa-mu, ya'ni o'tgan davomlashayotgan zaman bo'lsa-mu, bu qisqalar bo'lib o'tgan ish. Ya'ni when dan chiqib turdi bu ma'nosi demakchi. Keyindagi jumladagi while degan so'z ishlatilgan jumladagidan-chu bilamiz, ko'z oldimizga bundalam keldi qarang. Men nima? Nashlik yeyotgan chaqda degan gap qanda nashlik yeyotgan bu vaqtninki uzunroq bir vaqt davomlashayotganligini bilalaymiz demakchi. Ya'ni shu farqi bor. Qisqasi when bilan while misolishtirsak when degan mana shundaq har ikkilasi o'tgan davomlashayotgan zamonga ishlatilyotadi. When'ninki vaqtini qisqaroq, while'ninki vaqtini uzunroq deb tushunsangiz bo'ladi, ketadigan vaqtini. Okay? Ikkinchi jumlaning ma'nosini deb bermayman. Men nashlik yeyotgan chaqda do'stim telefon qildi degan gap bu. Okay? Yuqoridagi tushuntirishim cho'qim tushunishli bo'ldi deb o'ylayman. Agar tushunishli bo'lmagan bo'lsa, shu videoning tagga savolingizni yozib qo'ysangiz, albatta men javob beraman. Tushungan yerini men tushuntirib qo'yaman. Boshqa misollar bilan. Okay? Yoki ayrim ko'rishib deganda email orqali yoki ovozli orqali. Okay? Xo'sh, tushunishlik bo'lsin. When bilan while ni tushuntirishni maqsad qilganda yamanchiq so'zga o'tib qoldik. Lekin yomon pek foydasi bo'ldi. O'tgan davomlashayotgan zamonni tushunib oldingiz hech bo'lmaganda shu ma'noda. Okay? Qisqasi when bo'lsin, mayli while bo'lsin, har ikkilasining ma'nosi bunda bo'layotgan chaqda degan ma'nosi bor. Okay? Ashar ishlatildi. Xo'sh, number 4, coin. Coin degan tanga pul degan gap. Okay? Tanga pul. Nimani qog'oz pul nima deydi? Yodingizda bor? Note deydi. Oldingi dars o'rgandik-ku. Okay, number 5, mouth. Ağız, adamın ağzı var, o ağız deyimiz bu. Okay? My mouth, mening ağzım. Number 6, swallow. Swallow degan yutish degan gap. Okay? Coin, tanga pul, anankin 6-cı söz swallow, yutish degan so'zdan, mushik so'zdan da qarasangiz, uning ustiga 5-ci söz mouth deb kelyapti. Ağız yoki ağız. Tangini og'ziga silib yutadigan qashta bir hikoya o'xshamamdi. Naqashqa. Okay? Qolgan tafsilotni hozir ko'rasiz. Number 7 ni ko'raylik. Later. Later degan late degan so'zningki selishtirma darajasi. Ya'ni late degan keyin degan gap bo'lsa, later degan keyinroq bo'ladi. Albatta kechikkan degan ma'nosi bor. Bu boshqa gap. Bugungi darsimizdagi ma'nosi qanday? Late ningki selishtirmasi, ya'ni later, ya'ni keyinroq deb tushunsangiz bo'ladi. Okay, number 8, toilet. Toilet degan bir ma'nosi o'birni degan ma'nosi bor. Hojatxona. Yana bir ma'nosi o'birnidagi o'ltag'ish va o'ltag'ishni toilet deydi-ku. Okay? Men bu yerda bir shu ma'noda yozib qo'yay. Ammo so'rinlarda bo'lsa, suxanni yoki o'birni rest room deb ataydi. Oiladagini nima deymiz? Bathroom deb ataymiz. Toilet degan nima bo'ldi? Toilet degan shu o'birnidagi o'ltag'ish bo'ldi. Okay? Yoki hojatxona deb ifodalasak ham bo'ldi. Ya, aslida ma'nosi bor demakchi. Okay, hojatxona yoki o'ltag'ish degan ma'nosi bor toiletning juma. Endi bir qatimda restroom, ommaviy so'rinlardagi suxanni restroom deydi.
oilda bathroom deb olamiz. Toilet degan qanda birisi hojatxona degan ma'nosi, yana birisi qanda o bir nedik o'ltag'osh degan ma'nosi. Xo'sh, shunda bo'lsa, yuqorida savoldoshlar yangi so'zlarningki o'qilish ahvolini va ma'nolarini ko'rdi. Hamda biz qanday qilamiz albatta dialog o'rganamiz. Dialogni o'rganishdan burun nimamizga bir qarab o'taylik darsimizning temasiga. Tommy's breakfast. Tommy'ning nashtaligi deydi. Okay? Tommy'ning nashtaligi. Qanday gap bu? Eg'zi, tangi pul, juti bitish. Undan so'ng Tommy atganlik tamoqqa yana nashtaga tangi jutamdi nima? Okay, men qizg'arliq bir nim bo'ldi, qiyos qilish bo'ldi bu. Tafsilotni hozir ko'rsangiz, tafsilotni ko'rishdan burun, ya'ni dialogni o'rganishdan burun qanday albatta ilk savolni bilib olgan bo'lgandik. Bu savol nima deydi? What does she mean by change in the last sentence? What does she mean by change in the last sentence? degan bilasizmi, ma'ni mean degan bundan ma'ni bildirish degan so'z, mean degan so'z. Ya'ni what does she mean degan bu nima ma'ni bildirmoqchi yoki nima ma'ni ifodalamoqchi yoki nima demoqchi deb olsak bo'ladi. Okay? By degan bundan narsa orqali degan gap. Change degan u halaqa naql keltirish belgisi ichiga olibdi. Demakchi change degan so'zni shu change degan so'z orqali demoqchi bu yerda. Okay? Ya'ni change orqali nima demoqchi degan gap bu. Okay? yoki change ni deyish orqali nima demoqchi? Ya'ni change degan so'zni ishlatish orqali demoqchi bu yerda. In the last sentence, eng oxirgi jumlada degan gap. Last degan eng oxirgi degan gap bu. Okay? Sentence jumla. Xo'sh, u ayol kishidiki va ya'ni bu yerda mavjudning ma'nosi, masalning ma'nosi. U bir ayol kishini ko'rsatadi. Change degan so'z orqali nima ma'ni bildirmoqchi yoki nima ma'ni ifodalamoqchi eng oxirgi jumlada degan gap. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa dialogni boshlaylik so'zlashlar. Qarang. Lesson 117. Tommy's breakfast. Qarang. Bunda boshlaydi gapni. When my husband was going into the dining room this morning, he dropped some coins on the floor. Yana bir qatam. When my husband was going into the dining room this morning, he dropped some coins on the floor. Okay? Birinchi rasmga munosabatli qism tugadi, ha? Amaliyotda dialog azroq ko'pincha bir tekst xarakterli bir bayon xarakterli bir hikoya deb tushunsak bo'ldi. Okay? İkinci rasmga munosabatli qismi hikoyani qarang. There were coins everywhere. There were coins everywhere. We looked for them, but we could not find them all. We looked for them, but we could not find them all. Endi üçüncü resim keldi qarang. Üçüncü resim munosabatlik qismiga hikoyaniki. While we were having breakfast, our little boy Tommy found 2 small coins on the floor. While we were having breakfast, our little boy Tommy found 2 small coins on the floor. Okay? Number 4. He put them both into his mouth. He put them both into his mouth. We both tried to get the coins, but
it was too late. Yana bir qatam, we both tried to get the coins, but it was too late. Ondan deydi, Tommy had already swallowed them. Tommy had already swallowed them. Qarasanglar, undashqaligisi va buni urg'uluqroq o'qishimiz kerak amaliyotda. Tommy had already swallowed them. Okay? And the 5-chi rasmga munosabatli qismi qarasangiz, later that morning when I was doing the housework, my husband phoned me from the office. Yana bir qatam, later that morning when I was doing the housework, my husband phoned me from the office. Eng oxirgi rasmga munosabatli qarang. 6-chi rasmga munosabatli bo'ligida deydi, how is Tommy? He asked. How is Tommy? He asked. I don't know, I answered. I don't know, I answered. Tommy has been to the toilet 3 times this morning, but I haven't had any change yet. Yana bir qatam, Tommy has been to the toilet 3 times this morning, but I haven't had any change yet. Amaliyotda I don't know dan boshlab 4 qur gap bu. 4 qurg'a ketib qolgan demakchi. Hammasini bir jumla qilib o'qsak, bir tiniqda qarang. I don't know, I answered. Tommy has been to the toilet 3 times this morning, but I haven't had any change yet. Xo'sh, saboqdoshlar, o'qilishi mishagichi bo'lsin, albatta qanday qilishni bilasiz. Videoni salla kayniga yondirsangiz, qayta yondirib olsangiz bo'ladi, okay? Jiq anglab, jiq do'rab o'qisangiz bo'ladi, okay? Bu o'qishni o'zingizga qo'yib qo'ying. Undan so'ng hozir qanaqa qilamiz, tekstni tushunib chiqaylik qarang. When my husband was going into the dining room this morning, he dropped some coins on the floor, dedi. Men atagan misolga o'xshab ketadigan bir jumla bu. Mening yo'ldoshim kirib ketayotgan chaqda qayerga deydi? Tamoq yeyish uyiga bugun atigan. Ya'ni mening yo'ldoshim bugun atigan tamoq yeyish uyiga kirib ketayotgan chaqda degan gap bu. Okay? He dropped some coins on the floor. Drop deganlar tashlab etish degan gapmi yoki qo'lidan tushirib etish degan gapchi. Okay? Bu qo'lidan tushirib etdi yoki tashlab etib qoldi. Qanday some coins azroq tangi pullarni on the floor. Yaga degan polga demakchi, u polning ustiga. Okay? Ya'ni bugun aytgan yo'ldoshim tamoq yeyish uyiga kirayotgan chaqda yoki kirib ketayotgan chaqda polga azroq tangilarni tushirib etdi deydi. Okay? Pol azroq tangilarni chechib o'tib qoldi yoki tushirib o'tib qoldi deydi. Okay? Ya'ni o'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamonning birikmasi. Qaysi qismi o'tgan davomlashayotgan zaman? Morning g'ich bo'lgan qismi. Ya'ni bugun aytgan yo'ldoshim mehmonxonaga kirib ketayotgan chaqda was going into, okay, was going into degan qismi shu. İçiga kirib ketayotgan chaqda degan gap. Nimaning the dining room, into the dining room. İchiga deganni unutib qolmaylik, into, okay? Xo'sh, ya'ni tamoq yeyish uyiga kirib ketayotgan chaqda, mana o'tgan davomlashayotgan zaman qismi.
O'tgan oddiy zaman qismi nima? O'tgan oddiy zaman qismi he dropped some coins on the floor. Ya'ni dropped degan shu, drop degan so'zningki o'tgan zaman shakli bu. Drop, D R O P. Okay? O'tgan zaman shakli nima bo'ldi? Dropped bo'ldi. Back in o'qima jumla hech qanday ta'siri yo'q. Okay? Xo'sh, shunda olsa birinchi bo'lak tugay, ikkinchi bo'lak qarang. There were coins everywhere. There were deganni bilasiz. There are ninki o'tgan zaman shaklida tushunalaysiz hozir men demasam. There are degan ba degan gap. Ya'ni bunday yerda narsa ba degandiki ba. Okay, unda olsa there were degani shuning o'tgan zaman shakli bu. Were degan shu BPL ninki o'tgan zaman shakli bu, ya'ni jumlada deyilayotgan narsa ko'p bo'lganda, ya'ni coins degan ko'plik ism bu. Coins deb ko'plik ism boshqa word deb qo'yadi. Agar bir tangi pul bo'lgan bo'lsa there was a coin deb was kelgan bo'ladi. Coins boshqa there were deb qo'yadi. Okay, ya'ni ba ide deydi. Coins nima? Tangilar everywhere, hamma yerda. Everywhere degan hamma joy degan gap, ya'ni hamma yer tangi bo'lib ketdi degan gap. There were coins everywhere. Okay? Hamma yer tangi bo'lib ketdi yoki hamma yerda tangi bor edi deydi. Ya'ni tushirayotgan tangilarning gapi mavjudmi? There were coins everywhere. Okay? Hamma yer tangi bo'lib ketdi deydi. Yoki tangi bo'ldi yoki tangi bor bo'ldi. We looked for them. We looked for them degan look look ninki look nang o'tgan zaman shakli chiqarligini bilyapsiz. We looked for them. Biz ularni izladik deydi. O'tgan oddiy zaman jumla. But we could not find them all. Could degan can nang o'tgan zaman shakli, ya'ni canni qilalash, idalash deb tushunsak, could deganni o'tgan zamanda qilalagan idi deb bunday olamiz. Okay? Demakchi we could not find them all degan biz ularni topolmagan edik degan gap bu. Yoki topolmadik. Okay. Men hozir uni topolmayman degan yoki can ishlatasiz. I cannot find it now deb. Men uni hozir topolmayman deb can ishlatadi hozir zaman. Ma o'tgan oddiy zaman, ya'ni o'tgan zaman bu boshqa could ni ishlatamiz, buni bilasiz. Okay? Ya'ni biz ularning hammasini topolmadik deydi. But, okay? Lekin we could not find them. Biz ularni topolmadik. All degan hammasi. Ularning hammasini demakchi u. Could not find them all. Okay? Ya'ni boshdan desakmi, ikkinchi bo'limning ma'nosini. Hamma tangi bo'lib ketdi deydi deb bo'lib, biz ularni izladik. We looked for them, but we couldn't find them all. Yoki but we could not find them all. Lekin biz ularning hammasini topolmadik deydi. Ya'ni ba'zilarini topdik degan ma'no chiqdi bu. Hammasini topolmadik degan gap bu. Okay? Uchinchi rasmga munosabatli gapni qarang. While we were having breakfast, while ni men ham tushundirgandim. Bunda bo'layotgan chog'da xuddi when ga o'xshaydigan bir so'z degandim bu. Lekin when dim farqinimi? Davomlashadigan vaqti uzunroq bo'ladi degandim bu. Hamda o'ylasangizmi, birinchi jumladagi when my husband was going into the dining room this morning degan jumladagi when o'ylasangiz yo'ldoshim bugun atgan tamoq yeyish uyiga kirayotgan chog'da degandiki when unda o'ylasangiz kirish tamoq yeyish uyiga kirish degan shapida bo'ladigan ish, tezda bir bo'lib o'tadigan ish. Okay? Demak, when ishlatganidan qisqa bir sharkat deb tushunasiz, lekin bu gap when'ninki qisqa when'ninki shu bo'lgan shu ayni chog'da bo'lgan ishninki vaqtining qisqa ekanligini bildiradiganligi bu jumlaning o'tgan davomlashayotgan zaman ekanligiga ta'sir yetkazolmaydi. Demakchi bu ikki uqum demakchi when'ni vaqt qisqa alamda tushunasiz. O'tgan davomlashayotgan zaman degan u o'tgan davomlashayotgan zaman jumla. Demakchi ikkisini bir-birisiga bunday chigishtirib tushunolmayman demakchi ikki uqum demakchi. Endi bu uchinchi rasm munosabat bo'lak qarsak, while we were having breakfast degan nima? Biz nashliq qilayotgan chog'da yoki nashliq yeyotgan chog'da deki while ni deb olamiz, vaqt uzunroq deb olamiz bu. Chunki tamoq yeyish degan sal uzunroq so'ziladigan bir sharkat bu. Tamoq yeyish uyiga kirayotganga qaraganda.
degan vashida bo'ladigan ish mana bu sal davomlashadigan shunga while ishlatgan demoqchi men uzun gapning qisqasi. Okay, kimni yig'inchoqlasam biz nashliq yeyotgan chaqda deydi. Our little boy, bizim kichik o'g'limiz Tommy found tepib oldi dedi. Found degan find bilan o'tgan zaman shakli. Two small coins on the floor. Ikki dona kichik tangini poldan deydi. Ya'ni polda yoki demakchi biz ataylik tamoq yeyotganda yoki nashliq qilayotgan chaqda kichik o'g'limiz Tommy polda ikki nimani tangi polni tepib oldi degan gap bu. Oldidagi qismi yana while we were having breakfast degan o'tgan davomlashayotgan zaman masalan our little boy Tommy found two small coins on the floor degan o'tgan davomlashayotgan zaman. O'tgan oddiy zaman, okay? Ya'ni oldidagi qismi o'tgan davomlashayotgan zaman, keyingi qismi o'tgan oddiy zaman. Tushunish tez emas, o'tgan davomlashayotgan zaman nimaga nisbatan o'tgan davomlashayotgan zaman bo'ldi, o'tgan oddiy zamonga nisbatan o'tgan davomlashayotgan zaman bo'ldi. Ma'ni habim deb bo'lgan, demakchi tushunmay qolmasin deb so'zlab turibman bu. Okay? Xo'sh, 4-chi rasmga munosabatli qismga keldik. Dialog, tekstning qarang. He put them both into his mouth. Ya'ni u qo'ydi put them both degan u qo'ydi ularning har ikkisini degan gap. Put them both, ya'ni them both degan ularning har ikkisini degan gapmi? Okay? He put them both, u qo'ydi ularning har ikkisini into ichiga his mouth. Og'zining, ya'ni u ularning har ikkisini, har ikkili tangini demakchi. Ularning har ikkisini og'zining ichiga qo'ydi degan gap, og'zining ichiga og'ziga soldi degan gap uyg'urchilik. Bundan jonliq tushunadimi? O ularning har ikkisini og'ziga soldi deydi. He put them both into his mouth. Okay? Look, we both tried to get the coins. We both degan biz har ikkilimiz degan gap. Both degan har ikkilisi degan ma'ni bildiradigan so'z bor, bilasiz. We both degani biz har ikkilimiz deydi. Nima qildik? Tried. Urindik deydi. Urinish degan ma'no so'maydi. To get the coins. Get degan ilish, the coins degan tangi pullarni, ya'ni har ikkilimiz urindik tangilarni ilishqa deydi. But lekin it was too late. To'limi kechikkan edi deydi. It was too late degan it deganni u deb tarjima qilishning hojati bormi? Yo'q. U deb tarjima qilishning hojati yo'q. To'limi keyin kechikkan edik yoki to'limi kechikkan bir ish bo'ldi degan ma'no bildiradi-ku, shu kechikkanlik ahvoli qartilgan it. Chunki uni hargiz u deb tarjima qilmaymiz. U to'limi kechikkan edi demaymiz. Ya'ni shu kechikkanlikni shu ahvol qartilgan. Ya'ni to'limi kechikkan edik deb unda asaq bo'ldi. Okay? Ya'ni boshdan desakki, u ularning har ikkisini og'ziga soldi. Biz har ikkilimiz nima tangilarni ilib olishga urindik, lekin to'limi kechikkan edik deb nasaq bo'ldi. Okay, yoki to'limi kechikkan bir ish bo'ldi degandek-ku. Mush ahvol qartilgan. Ya'ni nima tangilarni ilib olishdan iborat bu ishga mush uringanlik, mush ahvol qartilgan. Okay? To'limi kechikkan bir ahvol bo'ldi deb tushunsak bo'ldi demoqchi men. Tommy had already swallowed them. Endi yana bir intayin muhim qismga keldik darsimizningki. Yana hozir degan ma'lum, hozir o'qiganman. Tommy had already swallowed them degan. Bunda qarasangiz bu sal g'ayri tuyulyapti cho'qim sizga bu jumla. Mushu men darsning beshi degan qanda ikkinchi muhim nuqta. Ya'ni o'tgan zaman degan jumla nahmush shu. Had degan has yoki have ning o'tgan zaman shakli desangiz, mana already degan bu bir ravish bo'ldi, vaqt ravishi, allaburun degan gap bu cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi jumlaning ma'nosiga. Swallowed qarasangiz, swallow, ya'ni yutish deganninki putgan shakli mana. Nimishqa putgan shakli, nimishqa o'tgan zaman shakli demaysiz ma'lum desangiz, chunki men yerda had dim bir so'z.
bu hadga qarab, hadning kendiki swallow'ga qarab bir narsani bilasiz. Ha bu putgan zaman kendi. Bo'libmi o'tgan putgan zaman kendi. Nimashqa o'tgan deymiz, nimashqa o'tgan bo'lib qoladi? Haz hozirgi putgan zaman bo'lgan bo'lsa haz yoki have deb keladi yodingizda bor. Demak, o'sha have yoki hazlar qanday hozir ammo jumlaning egasi tomi bo'lganligi uchun uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun agar hozirgi putgan zamonda kelgan bo'lsa haz deb keladi-ku. Shunga haz have deb ikkisining gapini qilishning sababini tushuning. Demakchi jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik tomi agar bu hozirgi putgan zaman bo'lgan bo'lsa has deb bunday keladi deb putgan zamonda mesela has swallowed ma'lumot o'tgan putgan zaman bo'lganligi uchun had deb qilyapti-ku. Bu gapim agar g'ayri tuyulgan bo'lsa hech qisi yo'q, hech qanday g'ayranlik his qilmay ko'nib qolasiz. Chunki oldimizda bakchiq mashq ishlaymiz mush vaqtda. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi gapini xulosalasam, bu bir o'tgan putgan zamondagi jumla. Nimaga asosan o'tgan putgandagi yoki nimaga asosan emas, xato so'radim son. Bu jumlani nima deb tushunmaysiz desangiz, Tomi ularni zam degan ularni shu tangilarni demakchi u. Tomi ularni allaburun already degan nima? Allaburuni had swallowed degani yutib bo'lgan edi deydi. Ya'ni biz uning tangilarni elib olishga urinishdan burun demakchi. Bizning tangilarni elib olishga uringanligimiz o'tgan oddiy zamonda ifodalangan bo'lsa, qishtaqqa, o'tgan oddiy zamonda ifodalangan bo'lsa, Tomining u tangilarni yutib olish uchun o'tgan bitgan zamonda ifodalanadi. Demakchi, biz urinishdan burun, biz tangilarni elib olishga urinishdan burun, burun yutib bo'lgan demakchi. O'tgan bitgan zaman degan mushta narsa. Ya'ni o'tgan oddiy zamonga nisbatan bitib bo'lgan ishni deymiz. Men o'tgan oddiy zamonga nisbatan bitgan zamanni o'tgan bitgan zaman deymiz demakchi. Men hozir bir misol qilib beraman. Misol aytib beraman, qarang, andan keyin yaxshiroq tushunasiz. Okay, qarang. When he arrived, I was in bed. Okay, qarang. Oh, sorry. Men xato debdim. When he arrived, I had been in bed. Majumla qarang. Men sizga tushundirish uchun, o'tgan bitgan zamonni tushunish uchun men bir jumla tuzib bergan bo'ldim yana, qarang. When he arrived, u yetib kelgan chaqda deydi. I had been in bed. Men karvatda edim, men uxlab bo'ldim demakchi. Men uxlab bo'lgan edim demakchi. I had been in bed. Bu had degan nima? Abi ham degan bu majumlada had deb qilyapti-ku. Shu had shu. Ya'ni o'tgan bitgan zamonninki had degan formulaninki tarkibi qismi deb tushunsangiz bo'ldi. Been degan BPLning bitgan shakli. Demakchi, mayli hozir bitgan zamon bo'lsin, mayli o'tgan bitgan zamon bo'lsin, beenninki BPLning bitgan shakli ekanligini bilasiz-ku. Demakchi, mayli hozir bitgan zamonda kelsin, mayli o'tgan bitgan zamonda kelsin, beenga qarab bu bitgan shakli ekan, beening deb bilyapsiz demakchi. Undan so'ng when he arrived degan o'tgan oddiy zamon, ya'ni u yetib kelgan chaqda degan gap. I had been in bed, men uxlab bo'lgan tem degan gap. Ya'ni u yetib kelgan chaqda degan qismi jumlaning o'tgan oddiy zamon, men uxlab bo'lgan tem degan qismi-chi o'tgan bitgan zamon. Ya'ni uning yetib kelgan vaqtiga nisbatan qanday aytganda men allaburun uxlab bo'lgan demakchi. Ya'ni uning yetib kelgan o'tgan oddiy zamonda bo'lsa, mening uxlab bo'lganligim uning oldida bitib bo'lgan ish demakchi. Shunga o'tgan bitgan zamon deymiz demakchi. Okay, sizga tushunishga oson bo'lsin uchun men misolni aytib berdim. Okay, men tushunishingizni umid qilaman. Ansirman qolganini biz hali mashq ishlash jarayonida bilib olasiz, texmo cho'nqurlab. Xo'sh, later that morning, later degani late ning bitgan ama bitgan zamonim to'la gapini to'la qilib og'zimdan bitgan tushmaydigan bo'lib qolibdi. Qarang, later that morning deki later nima? Late ning selishtirma shakli. Late degan keyin degan gap, later degan keyinroq degan gap. Undan so'ng later that morning deb tushunamiz. O'sha atigini sal keyinroq deydi. Demak, o'sha atiginning sal keyinroq vaqtida demakchi. Okay?
When I was doing the housework, tushunasiz, o'tgan davomlashayotgan zaman yana kelyapti. I was doing the housework. Yani men uy ishlarini qilayotgan chog'da deydi. Okay, yani aşağı atdigini sal keyinroq, yani men uy ishlarini qilayotgan chog'da deydi. My husband phoned me from the office. Yo'ldoshim telefon qildi menga ishxonasidan dedi yoki ishxonadan dedi. Okay, yani yo'ldoshimning menga telefon qilgani o'tgan oddiy zaman bo'lsa, mening uy ishlarini qilayotganim qanday? O'tgan davomlashayotgan zaman bo'ldi. O'tgan davomlashayotgan zaman degan shu o'tgan oddiy zamonga nisbatan davomlashayotgan zaman bu. Yani yo'ldoshim telefon qildi, bu chog'da men nim qilayotdim demakchi u ishlarni qilayotdim demakchi u. Okay? Tersimet macununu düşünürse, oldaki tushuncha, bergan tushunchalarimizga nisbatan aytgan demakchi, shu asosda, shu tushunchalarimizning asosida qanday tushunish ters emas bu ma'loni macununu. Okay? Yani aşağı deganisi yoki aşağı degani sal keyinroq men uyda uy ishlarini qilayotgan chog'da yoki men uy ishlarini qilayotgan chog'da yo'ldoshim ishxonadan telefon berdi dedi. Okay? How is Tommy? He asked. Tommy qandaroq? deb so'radi u. I don't know, I answered. Men bilmayman deb javob berdim men. Tommy is niyada, ama albatta is deb o'qimaymiz. Tommy is deb chaplab, yug'urib o'qiymiz. Tommy is deb bilan. Amaliyotda mana bu hazninki qisqartirilmishi, bu pash as degan hazni qisqartib bilan, masalan, Tommy has degani Tommy is deb albatta deb tushunsangiz bo'ladi. Ma'lum bu pash asninki is yoki ning, ya'ni BPLninki uchinchi shaxs birlikka ishlatilgan is shakli yoki ning degan qo'shimcha shakli yoki has degan shaklidan iborat uch xil imkon mumkinchilik bor. Siz nimaga asosan has deysiz, ma binga asosan. Bin degan BPLning tutgan shakli tug'adi. Demakchi, ma bu bir tutgan zamondagi jumla. Shuning uchun buni ikkilanmaganda has deb tushunsak bo'ladi demakchiman. Okay? Ya'ni Tommy is o'qiganda albatta qisqartib yozsa qisqartib o'qiymiz. Tommy has been to the toilet 3 times this morning. Ya'ni Tommy bu baxti deydi. Naga yoki berib baxti degan ma'nosi bor demakchi. Ma'nosi berib baxti demakchi. To the toilet o'birniga deydi. 3 times 3 qatim this morning bugun atgan. Ya'ni Tommy bugun atgan 3 qatim o'birniga berib bo'ldi degan gap bu. O'birnida bo'ldi demakchi. Has been bo'ldi. Okay? Been BPLning asli ma'nosi bo'lish degan ma'nosi bor yodingizda bor. Demakchi Tommy bo'ldi, o'birnida 3 qatim bugun atgan. But I haven't had any change yet. Lekin menda bo'lmadi. Hech qanday o'zgarish yoki change demishadi. Nima tushunsiz, ikki xil tushunishga bo'ladi. Birisi particle, ya'ni particle degan ma'nosi bor, change dinki, yodingizda bor. Oldingi bir dars o'rgangan to'q. Particle degan ma'nosi bor, yana birisi o'zgarish degan ma'nosi bor. Ya'ni majumlarni qanday I haven't had any change yet deganni mantaqa o'zgarish topshirib olmadim. yoki o'zgarishni ko'rmadim deb tushunsangiz bo'ladi. Yoki men particle topshirib, hech qanday particle topshirib olmadim deb tushunsangiz bo'ladi. Hech qanday o'zgarishni ko'rmadim yoki hech qanday particle topshirib olmadim yoki particle ko'rmadim deb tushunsangiz bo'ladi. Okay? Ya'ni tangi pul degan particle bu ma'noda yumorliq bir gap endi. Ya'ni qo'sh ma'nosi bor. Qanday tushunsangiz bo'ladi. Ingliz tilidagi bu xil ifodalar usulida qo'sh ma'no oldish yoki qo'sh ma'no ifodalash deb deydigan bir ifodalash usuli bor. Naq mushu gap qartilgan. Keyin ketib deb ingliz tilini murakkablashgan sari bu gapni texnik yaxshi tushunib qolsiz. Ba'zi narsalarda qanday qo'sh ma'no anglatildi. Uni qanday tushunsangiz bo'ladi. Anda tushunsangiz xato emas, bunda tushunsangiz xato emas. Okay? Bu ingliz tilida qo'sh ma'no oldish deb ataladi demakchi ma'qul ifodalash usuli. Okay? Yani I haven't had any change yet degan gapni men hech o'zgarish ko'rmadim, hech qanday o'zgarish ko'rmadim yoki men hech qanday particle ko'rmadim deb tushunsangiz bo'ladi. Okay? Particle degani shu
o'tiga chiqamidi tangini ichidan demoqchi u. Okay? Yani tarif qilib chiqamidi demoqchi u. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, savolishlar men boshdan yana bir qatim tez deb berma. Oldi keyin nima bo'lib ketdi bu hikoya deb beshingiz tavrab qolmasin, boshdan bir tez deb o'tib ketay qarang. Bugun aytgan yo'ldoshim nimaga tomoq yeyish uyiga kirayotgan chog'da u polga azroq nimalarni tanga pullarni tushirib tashladi yoki tushirib qo'ydi dedi yoki tushiribdi. Okay? Deb bo'lib hamma tanga bo'lib ketdi deydi. Tangalar bo'lib ketdi yoki. Biz ularni izladik, lekin biz ularning hammasini topolmadik deydi. Okay? Deb bo'lib biz nashqlik qilayotganda kichik o'g'limiz our little boy bizning kichik o'g'limiz degan gap bu. Ya'ni little boy degani shunaqa omaq o'g'limiz deganda qashta bir maqsadda little boy deb kichik o'g'limiz deb bunday ifodalardim. Ya'ni little ning ma'nosi shu masalan cho'ng o'g'limizga selishtirganda kichik o'g'limiz deb bunday ma'no ifodalagan kichik o'g'limiz emas, balki dalqin masliga kelib atayotgan kichik o'g'lining gapi, ya'ni omaq o'g'limiz demoqchi. Okay? Our little boy bizning o'g'limiz, ya'ni omaq o'g'limiz yoki kichik o'g'limiz Tommy nima deydi? Poldan 2 dona nimani tanga polni tepib oldi deydi. Deb bo'lib, u ularning har ikkisini og'ziga soldi deydi. Deb bo'lib, biz har ikkimiz tangalarni elishga urindik, lekin to'limi kechikkan edi ahvol deydi. Deb bo'lib, Tommy ularni albatta nima bo'ladi? YouTube demasmi, YouTube ekan deymiz. O'tgan zaman degan shu. Okay? Lekin shu atigini sal keyinroq men uy ishlarini qilayotgan chog'da yo'ldoshim ishxonadan telefon qildi dedi. Deb bo'lib, Tommy qandaroq deb so'radi u. Men bilmayman dedim men. Yoki deb javob berdim men. Tommy u bir necha 3 qatim berib bo'ldi yoki o'tda boshqa 3 qatim o'tirib bo'ldi demoqchi bu. Bugun aytgan u bir necha 3 qatim berib bo'ldi. Lekin men hech bir o'zgarish ko'rmadim yoki hech bir patch pul ko'rmadim dedi. Okay? Sog'lashlar men davomli deyman, har qatim tekstni tushuntirib bo'lib, bu yetarli emas. O'zingizga qilib qoldi qolgani. Okay? Jiq keyniga yondirib, anglab, do'rab o'qib, yodlab olib hattoki yezib mashq qilib hatto ko'chirib, shu anonkin tarjimasini degandek yezib unda mashq qilsangiz qanday o'zingizga intayin foydali. Amasa what does she mean by change in the last sentence degan savolga javob berib deydimi? She means coins or different emas result. She means coins or a result. Okay? U demakchi, ya'ni u bundan ma'ni bildirmoqchi, coins or a result. Ya'ni coins desak, tanga pullar degan ma'ni bildirdi. A result degan bir natija degan gap bu. Okay? Bu yerda she means degan gapning ma'nosi u demakchi yoki u bildirmoqchi bundan ma'nini degan gap. Ya'ni nima demakchi yoki nima ma'ni bildirmoqchi deb tushunamiz. Ya'ni bu tangalarni demakchi yoki bu bir natijani demakchi degan gap. She means coins or a result. Okay? Ya'ni ikki xil tushunsak bo'ldi dedim bu. Okay? Ya'ni ahvoldagi o'zgarish, ya'ni bir natija demakchi u yerda. Okay? Yoki shu nimalarni pach pullarni demakchi, ya'ni tangalarni demakchi. Xo'sh, shunda bo'lsa bu gapimiz mushakchi bo'lsin sog'lashlar. Endi biz qanaqa qilamiz? Albatta, mana 118-darsningki mashqlarni, og'zaki mashqni ko'rib, anamkin nima qilamiz? Albatta darhol yozmish mashqlarga o'tib ketamiz. Og'zaki mashq. Lesson 118. What were you doing? Siz nima ish qilayotganingiz degan gap bu. Agar what are you doing desa,
desak ki siz shu topda nima ish qilyapsiz degan bo'ladi. What were you doing degan siz nima ish qilyaptingiz degan gap o'tgan davomlashayotgan zamonda so'rayapti, bak tushunishdik, okay? Xo'sh, yani shu ma'lum bir vaqtda demakchi bu albatta. Men sizga telefon urgan chaqda siz nima ish qilyaptingiz deb gapni to'liq desa, andin gapni gap chaqmasdi ku, men gapni tushunaman. Xo'sh, narsa am degan rasmda bunday qarang. Someone knocked at the door when I was having breakfast. Qarang, someone knocked at the door degan birisi eshikni chaqdi degan gap bor. Someone knocked at the door. Birisi eshikni chaqdi. Ya'ni birisi chaqdi eshikni degan gap amaliyotda so'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilindi, lekin jonliq tilda qanday birisi eshikni chaqdi deymiz bu. Qachon? When I was having breakfast. Men nashta qilayotgan chaqda deydi. Okay? Ya'ni bu gapni albatta Uyg'urcha ravonlashtirib bilsak, men nashta qilayotgan chaqda birisi eshikni chaqdi degan gap bu. Mana diqqat qiling, ha? Okay? And when I was leaving the house, the postman arrived. Ya'ni men uydan ayrilayotgan chaqda pochtikash yetib keldi dedi. Okay? O'tgan davomlashayotgan zamonni bak tushunyapsizmi, ha? Okay? Oh, qarang. Just as I was opening the front door, the telephone rang. Just as degan naq shu chaqda degan gap. Ya'ni naq bunda vaqtda degan gap. Naq nima vaqtda demakchi? I was opening the door. I was opening the front door. Men oldi eshikni ochayotganda demakchi. Ya'ni dal men oldi eshikni ochayotgan chaqda the telephone rang. Telefon jiringladi dedi. Okay? P. P degan rasm qarang. She slipped and hurt herself while she was getting off the bus. Slipped degan slip o'tgan zaman shakli albatta. Hurt deganninki asl shakli mo, hurt o'tgan zaman shakli mo, hurt demakchi. Ma jumlada qanday bunday qarabli buni o'tgan zaman shakli deb tushunimiz bo'lmaydi, gapning o'ramiga asosan. Hargiz buni nima asl shakli deb tushunsak bo'lmaydi deb ta'sir so'ramaysiz-ku, okay? Demakchi bu bir butun jumla o'tgan zamondagi jumla bo'lg'achqa hurtni men demakchi hurt ma'lum o'zini yaralantirish, o'zini zaxmlantirish degan ma'no so'zninki asl shakli mo ashta yozildi, o'tgan zaman shakli mo, kutgan shakli mo ashta yozildi. Undan so'ng zor qaysi shakl ekanligini nimdan bilamiz? Oldi keyindagi jumladagi boshqa so'zlardan yoki gapning o'ramidan bilamiz. Bu gapni deyishning hojati yo'q, okay? Lekin unda bir samoga hisob qo'yay dedim. Okay? Ya'ni she slipped and hurt herself. U teyildi va teyilib ketdi va o'zini yaralantirib oldi deydi. Qanday vaqtda? While she was getting off the bus. Avtobusdan tushayotgan chaqda deydi. Okay? Getting off the bus. Was getting off the bus. Tushunishmi? Ya'ni u avtobusdan tushayotgan chaqda teyilib ketib o'zini yaralantirib oldi degan gap. O'tgan davomlashayotgan zaman degan mushta narsa. Okay? Q qarang. He cut himself while he was shaving. Bu cut degan kesish. Cutning asl shaklini kesish, o'tgan zaman shaklini kesish, bitgan shaklini kesish. Buni bilasiz-ku, okay? Demak, he cut himself degan o'zini kesib oldi degan gap. Qachon? While he was shaving. Soqolini elayotgan chaqda deydi. Ya'ni u soqolini elayotgan chaqda o'zini kesib oldi degan gap. Or qarsangiz, my wife was cooking the dinner while I was working in the garden. Men bog'da ishlayotgan chaqda ayolim tamoq yetib-atdi degan gap bu. Har ikkilisi o'tgan davomlashayotgan zaman. Mana o'ylasangiz Uyg'urchadan bu gap. U tamoq yetib-atgan chaqda men bog'da ishlayotdim. Okay? Parallel aldiki ikki dona ya'ni bir vaqtda yuz berayotgan ikki dona davomlashayotgan zamonga ma'lum. Mana o'tgan davomlashayotgan zamonning gapini qo'rqamiz biz. Okay? Qarang. My wife was cooking the dinner while I was working in the garden. Tushunishmi? Okay? Bundan so'ng yuqorqi yozuvchim og'zaki mashqlarni
yine hesap qilmaydiganligingizni bilmay, o'zingizning qayta ishlab chiqadiganligingizni bilmay. Okay? Hem siz qanday mani qarayli, yozmish mashqlar qarayli, hamsa qarana, arası yeni bir gapni deb qo'ysam, ring, ya'ni telefon jiringlashdiki, jiringlash degan gap ring degan. Buning bitgan zaman shakli rang, bitgan shakli rung bo'ladi, mana bilib olaylik, qo'shimcha gap. Xo'sh, narsa yozmish mashq kirib ketdi, qarang. Written exercises. Written exercises degan shu yozmish mashqlar degan gap. Qismi qarsangiz, rewrite these sentences using when. Bunu cümlelerini qayta yazinglar, when'ni ishlatib deydi. Qarang, example. He arrived. I had a bath. Okay, he arrived degan u yetib keldi degan gap. I had a bath degan men vannada yuyindim degan gap. Narsa u yetib keldi, men vannada yuyindim. Okay, bu ikkisini qanday qilib bir jumlaga aylantirib qarang. He arrived when I was having a bath. Yani, okay. U yetib keldi shu chaqda deydi. Yani, qachon? I was having a bath. Yani, when I was having a bath. Yani, men vannada yuyinayotgan chaqda degan gap mi? When. Damda bo'layotgan chaqda. Tushunishli. Yani, u men vannada yuyinayotgan chaqda yetib keldi degan gap bu. Birisi o'tgan davomlashayotgan zaman, yana birisi qandaq shartiyatdan ikkisi var mıydı? Birisi o'tgan davomlashayotgan zaman, yana birisi o'tgan oddiy zaman. Tushunishliku? Okay? Qolgan ishlaymiz, albatta ishlaymiz. Birinchisini ishlab bilmay qarang. He knocked at the door. I answered the phone. Bu eshikni chaqdi deydi. I answered the phone. Men telefonni oldim. Telefonga javob berdim degan gap bu. Yoki telefonga javob berib so'zlashdim degan gap bu. Okay? Ya'ni bu ikki jumlani qanday chaq qilurlar qarang. Bu eshikni chaqdi. Men telefonga javob berdim. Yoki men telefonga javob berib so'zlashdim. U men telefonga javob berib so'zlashayotganda eshikni chaqdi desak bo'ldi ekanda, qarang. He knocked at the door when I answering the phone. When I was answering the phone. When I was degan tushunasiz. Answered ni qanday qilamiz? Ed ni tashib asl shakliga aylantirib, ing ni qo'shimiz bu. Ing degan shu asl shakl, fe'llarning asl shaklidan keyin qo'shiladigan narsa bu. Okay? Bundan bu gapni mishagichilik deyli, hamda B mashq qarab baqsak, yozmish mashq. Answer these questions. Masallarga javob beringlar. Example. What were you doing when he arrived? Yani siz nima ish qilayotganingiz, u yetib kelgan chaqda degan gap bu. Yani siz u yetib kelgan chaqda nima ish qilayotganingiz degan gap bu. Bu yerda tirnoqchiga have a bath deb ishlatda deydi. Ishlatgan deydi. Albatta nimada vannada yuyinayotgan degina deydi. Nasıl javobda when he arrived I was having a bath. Yani u yetib kelgan chaqda men vannada yuyinayotgandim deb javob berdik ekanmiz. Yoki I was having a bath when he arrived desak bo'laveradi, zo'rma gapni. Nima when he arrived nima I was having a bath ning kaynidan desak bo'ladi demakchi. Cho'maslik yo'q, okay? Yana bir day. What were you doing when he arrived? When he arrived, I was having a bath. Yoki I was having a bath when he arrived desak bo'ladi demakchi. Okay, unda birdan 8 ishlaymiz, albatta ishlaymiz. Men birini ishlab bilmay qarang, birinchisini. What were you doing when he arrived? U yetib kelgan chaqda siz nima ish qilayotganingiz degan gap bu. Qarang, cook a meal ni ishlat deydi. Men deyman, when he arrived, I was cooking a meal. Yoki I was cooking a meal when he arrived. Ikkisi o'xshash. Okay? O'xshash gap. Xo'sh, C mashq keldi. Qolganlar o'zingiz qilib qoldi, qarang. Answer these questions. Masallarga javob bering dedi. Example. What was he doing while you were cooking the dinner? What was he doing degan bu nima ish qilyapti degan gap. Qachon? While you were cooking the dinner. Sen kechki tamoq etayotgan chaqda. Ya'ni ikkilisi o'tgan davomlashayotgan zaman. Parallel yuz berayotgan, ya'ni bir vaqtda yuz berayotgan, ya'ni bunda chaqda, bunda palonchi qilayotgan chaqda
Palanchi mundamda qilayotgan chog'da pistonchi mundamda qilyotadi degandek uchun. Gapim tushunishlik bu. Har ikkilisi qanday o'tgan davomlashayotgan zaman qarang. What was he doing while you were cooking the dinner? Work in the garden, Dad. Deydi. While I was cooking the dinner, he was working in the garden. Ya'ni men kechki taom etayotgan chog'da u baqqa ishlayotadi yoki bog'da ishlayotadi degan gap bu. Okay? Qolgan ishlayapmiz, albatta ishlayapsiz. Bak ishlayapsiz ku, ha? Number 1 nima ishlab bermay qarang. What was he doing while you were cooking the dinner? Have a wash degan deydi. Wash degan yuvish degan gap. Have a wash degan bir narsa yuvayotgan dem deydi. Ya'ni nima deymiz javobda? While I was cooking the dinner, he was having a wash. He was having a wash. Okay, men kechki taom etayotgan chog'da u bir nima yuvayotgan deydi. He was having a wash. Okay? Qolganlarni ishlayapsiz, albatta ishlayapsiz. Undan sonra biz dersimizni şart to'xtatib, keyingi darsimizni ko'rishimiz aman bo'ling. Unutib qolmang, bugun ikki muhim narsa o'rgandik. Birisi o'tgan davomlashayotgan zaman, yana birisi o'tgan tutgan zaman. Qolgan gaplarni oldimizga ketib, texnik mashqlarni ko'rsiz. Hargiz, masalan, bugun tushunmagan bo'lsangiz qanday, hargiz ko'nglingizni yerim qilmang. Yana bir necha darslarni o'tish jarayonida, mashqlarni ishlash jarayonida har yangi ahvollarni ko'rgan chog'da texnik tushunib ketasiz. Undan so'ng shunchalik bo'lsin. Thank you very much. See you tomorrow.